O'zbekistonda yangilik akalar ixtiromiz nima deyapti? Qaranglar, mazzaligini ko'ringlar. Aylanib, mazza qilib bosaverasiz. Tezligi 50-60 gacha chiqar ekan, juda ham tez ekan. Tormozlari ham juda ham zo'r ekan. Xitoyga dam bergan vodiyli akalarimizdan yangilikda zo'ri, ya'ni laboni qotili ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. 4 ta baloni, o'sha Damas'larda balonidan, sidillari ham Damas'niki, rollari ham Damas'niki, tablolari o'sha skuterlar tablosi. Ziki tormozlari ham bor ekan. Tormozlar lekin zo'r ekan, juda ham mustahkam ekan. Oldi arqa chiroqlari yonar ekan, o'ngga chapga buraganda hamma yo'q ishlaydi ekan. Unda xolasa bitta zaryad bilan 50-60 km masofa bosar ekan. O'sha uy sharoitida 2 soat 3 soatda to'liq zaryad olar ekan. Yonlariga bortlarni bitirgandan keyin bitta kirasi yaqlaydigan bo'lsa, 1 tonna yukda bemalol ko'tarar ekan. Ya'ni laboni qotili deb aytyapmiz. Amortizatorlari ham mashinaniki, ya'ni zo'rdan bo'lar ekan. Qishloq sharoitida juda ham kerakli narsa. Hattoki tormozlari ham jiddiy bo'lar ekan, do'stlar. Akamizga xudo xolasa bittadan like bosib qo'yasizlar. Tez kunda bu bitgandan keyin telefon nomerlari bilan video qilib joylaymiz. Manzil Farg'onaning o'sha Besharig'idan bo'lyapti. Xudo xolasa akamizga investitsiya kerak. Investitsiya kirgizadigan bo'lsak, buni ko'paytirib, ko'proq odamlarga sotuvga ham chiqaradi ekan. Xudo xolasa bittadan like bosib qo'yasizlar. Tez kunda sotuvga chiqadi.